Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, GCB ishqibozlari. Bugun 3CX Pro modelini sizlarga obzorini qilamiz. Hammalarga mashhur model, lekin ko'pchilik yana so'rashyapti. O'shaning uchun qilmasak bo'lmaydi buni. 3CX Pro modelimizda biza orqasi teleskopik o'sib chiqadi. 556 sm chuqurligigacha ko'laydi. Vidroliniyalar bilan jihozlangan 60 talik ko'sh. Har qanday qo'shimcha jihozlarni o'rnatish xususiyatlariga ega. Stirlar chiqqan paytida 1 tonna yukka, kirgan paytida 1,5 tonna yukka ko'tarish xususiyatiga ega. Hamda mana o'zingizlar bilib ko'rib turibsizlar, GCB ni o'ziga xos, juda ham qulay va bejirim ishlangan ishlangan tizimi hamda ichkaridan ochiladigan, ochilib yopiladigan mana tros orqali stirlarning fiksatorlari. 3CX Pro modelimizda orqasi 28 talik va oldi 18 dyumli shinalar bilan jihozlangan vizdihoz hisoblanadi. Hamda bu yerda yoqilg'i bakini ko'rishimiz mumkin. Yoqilg'i baki 130 litrga mo'ljallangan. Mana motor qismlarini ko'rsanglar, motor qismi hammasi yopiq holatda, juda ham qulay. 3CX Pro modelimizning motori legendarniy Diesel Max motor o'rnatilgan 92 ot kuchli двойной filtratsiya apparat sistemasi. Yoqilg'i tanlamaydi. Juda ham ekonomichniy. Ko'pchiliginglar savol berasizlar endi, bilganlar bor, bilmaganlar bor. Motori nega 100 ot kuch emas? Mana Xitoy yoki boshqa bir modellarda 100 ot kuch undan yuqori deyshadi. GCB da bilsanglar hamma narsa mutanosibligga bog'liq. Chunki motori ham GCB, hadovoyi ham GCB, bu 90% GCB ni o'zi ishlab chiqaradi. Bu degani har bitta detal bir-biriga mutanosib. Qolgan kompaniyalarda hadovoylar boshqa, motor boshqa bo'ladi. Shunga xuddi odamga otni yuragini qo'yib qo'ygandek bo'ladi. U ko'proq xarajat. Yoqilg'i mana ko'rib turibsizlar, qimmatlashib ketyapti kundan kunga. U katta dvigatel, katta xarajat degani, katta yoqilg'i sarf degani. Bunga 92 ot kuchli dvigatel qo'yilgan hamda 150 litrli aksialniy porshnyoi nasos juda ham tez va chaqqon ishlaydi. Shuning uchun buni rasxodi juda ham kam. Hamda GPS tizimlari bilan jihozlangan. GCB'imizdan endi hadovoy chastasiga o'tadigan bo'lsak, hadovoylar vizdihoz ikkalasini oldidan orqasi tortadi. Mostiga e'tibor qarating. Most juda ham qalin va ishonarli. Xullas mana stirlalari oldi tizimiga o'tamiz. Pogrushchik qismiga. Pogrushchigimizda 1 kubali chelishni hisoblanadi. Chakak ochilib yopiladi, shesvadnom deyiladi. Hamda mana bu modelimizda qo'shimcha jihozlari bor. Planirovочный ko'sh orqasiga taqiladigan 170 lik hamda vilkalar bilan jihozlangan. Ko'shimizga qaytadigan bo'lsak, ko'shimizda 1 kubali 3,5 tonna yuk ko'taradi va balandlik, ortish balandligi 335. Xohlagan samasval, chakman, любой samasvallarga ortib beradi. Chunki samasvallarning balandligi 290 dan 310 gacha bo'ladi. Bu 235. Yana shunchacha joy qoladi adashmasam. Shunaqa bo'lyapti. Jaydar tushuntiramiz, ko'pchilik savol berganligingiz uchun. Hamda mana bu yoq qismiga o'tayotgan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bu yoqda ochib bemalol shuplar bilan tekshiradigan holatlari bor. Filtrlarni, moylarni, qancha urg'unlarini. Hamda gidravlik bak. Gidravlik bakimizda bizani butun sistemamizda 120 litr. Bu zamina qilganingizdan juda ham qulay va arzonga tushasizlar. Motor tizimimizda siklon yordamida ko'rgan bo'lsanglar mana bizning sharoitga moslashgan. Siklon bekorga qo'yilmagan filtratsiyani qilish. Og'ir changlarni mana shu yerda ushlab qoladi. Ko'pchilik e'tibor bermaydi, oddiy narsa ekan deydi, nima ekan deydi. Bu havo tizimini juda ham bizning regionga mo'ljallanganligi. Og'ir changlarni ushlab qoladi. Keyinchalik ikkinchi ichkaridagi filtr mayda zarralarni ushlab qolish qobiliyatiga ega. Bu degani butun sistemani, motor tizimini uzoq ishlashiga olib keladi. Hamda bu yoq tomonni ko'rsatib o'tdik. Endi salonga marhamat. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, mana xudo xolasa salon qismiga o'tdik. Salon juda ham keng va shinam ishlangan. Har tomonlama ko'rinish, obzorlar juda ham qulay. Konditsioner pechkalar, mana deflektorlar hamma yoqda mujassam qilingan. Juda ham zo'r, qulay. Konditsioner pechka isitish va sovutish tizimlari. Hamda boshqaruv roli. Va sideniya juda ham qulay. Boshqaruv joystiklar bilan jihozlangan. Uni boshqarishning tizimi mana aylanishga oddiygina harakat bilan mana rol joyiga qaytarasiz va aylanish xususiyatiga ega. Fiksatsiya qilamiz. Rolni to'g'rilaymiz o'zimizga hamda 3 ta joydan avtomat korobka bo'lgani uchun 3 xil joydan boshqarsak bo'ladi. Mana birinchisi gitaradan orqaga oldinga 1 2 3 4 hamda mana joystikka tegidan
joystick tagidan bu yerdan orqaga, oldinga reverse ulasangiz bo'ladi hamda ishlash jarayonida mana bu knopkasida birinchi, ikkinchi skorsga qayta olib ishlatsa bo'ladi yuklashda. 1 2 1 2 zamin qiladi. Hamda boshqaruv tizimi mana bu fiksatsiyasi bor, blokirovkalar bilan hammasi juda ham qulay ishlangan. Oldini ishlatayotganingizda faqatgina bir qo'l bilan ishlatiladi. Orqaga oldinga qilasiz va gaz tormoz yuklab birinchi, ikkinchi skors qilishingiz mumkin. Endi orqaga aylanmasdan orqa tizimni ishga tushirish uchun bu tizim orqaga qilib turib, orqa rejimi ishlash uchun bu knopkasi mo'ljallangan. Trassa rejimlari bor, oldin orqani qo'shadigan, vizdixod qo'shish imkoniyatlariga ega. Hamda mana orqaga aylanganingizda juda ham qulay, oyoqlarga joy. Mana men hali aytib o'tganimdek ko'tariladi. Ichkaridan turib boshqaruv. Hamda mana boshqaruvda juda ham qulay, oddiy ishlangan. Mana ham ikkitasi lapalarni ko'tarib tushirishga mo'ljallangan hamda ruchnoy gaz tizimi. Bu yerda nimalar joylashtirilganligi? Kondisioner pechka tizimlari, 12 voltli anaqa zaryadchik hamda USB portlar joylashtirilgan. Tablo LED ekran juda ham qulay joylashtirilgan. Oborotlarni ko'rsatib turadi. Bu yerda 3 xil rejimda ishlaydi. Quyon, tashbaqa va eko tizimlarida ishlaydi. Ham ishlab turgan jarayonda qandaydir uzilishli, to'xtalishli bo'lsa, 6 sekunddan keyin o'zi avtomatik holda xalostor rejimga tushib oladi. Hamda avtostop knopkasi bilan jihozlangan. Avtostop knopkasini bosib qo'ysanglar, bu salaka tugaguncha ishlayveradi. Bosmasdan tushib ketib qolsak, 6 minutdan keyin bu texnikani o'zi o'chadi. Masalan, qarovsiz qolgan taqdirda bu sirasi o'chib qolish xususiyatiga avtostop qo'yilgan. Plavishli rejimi o'rnatilgan. Plavishli rejim blokirovka tarayotganiki, gidromoltlarning sistemasi hamda probuksovka botib qolgan paytda ikkala tomoni ishlab, orqasi ham oldi ham ishlash uchun qo'yilgan sistemalar mavjud. Juda ham qulay va oddiy GPS tizimlarini aytib o'tdik. Orqalarida dvorniklari bor. Bardachok mana bu jihozlangan, bardachogi bor, kichkinagina bo'lsa ham va orqa tomonda ham deflektorlarni ko'rib turibsizlar. Sovutish, isitish tizimlari. Hurmatli GCB ishqibozlari, hali aytib o'tganimizdek, GCB kabinalari ham nasos to'g'risida gapirib o'tdik. Aksionerli porshnyoy 150 litrli nasos o'rnatilgan. Hamda o'sha 3 xil rejimda ishlashi va kompyuter bilan jihozlangan bu. Hozirgi zamonaviy texnikalar, avtotransport sohasi ham boshqasi ham kompyuter bilan jihozlangan deb, bu ham kompyuter bilan jihozlangan. Mana oddiy narsa, gaz pedali ham tros yordamida emas, elektronik qilingan. Bular hammasi qulayliklarni hamda iqtisodiyot tejamkorligini keltirib chiqazadi. Xullas, berilgan ma'lumotlar kimgadir yoqqan bo'lsa, juda boshimiz osmonga yetdi. Manfaatli bo'lgan tanishlaringizga, qidirayotgan odamlarga jo'natib qo'yinglar.